Assalomu alaykum. Tikuvchi do'stlarim, yaxshimisizlar? Bugun biz ayollar ko'ylagini bichib tikamiz. Razmerimiz 64-razmerga ham mos keladi. Razmerimiz katta razmer. Shtampl matosidan bugun ish kesib tikamiz. Matoyimizni yuvib, dazmollab olganmiz. Prostoyroq shtampldan bu yuvilgan holati tikilib bo'lgandan keyin ham yana 2-3 marta yuvilganigacha ham qayta kiradi. Shuni hisobini olib harakat taqsimlayapmiz. Belgacha uzunlikni 85 santimetrda oldik. Belida rezinka bilan taqsim bor. Matoyimiz 3 metr. Oltichoklaga o'xshab etak qismini kesib, uni aylantirib, guli aralashda aylantirib, etak kengligini imkon qadar keng qilish uchun 6 ta bo'lakka ajratib oldim. Shunda bel qismidagi ortiqcha yig'ilishi kerak bo'lgan garmoshkalari ham etak qismiga o'tib, kengligini yana ham kengroq hosil qilib beradi. Shuning uchun biz etakdan pastini, beldan pastini 6 chokli qilib kesib oldik. Ham kenglikni yaxshiroq ko'rsatib beradi. Aslida 3 metr matodan bu shakldagi kenglik holatidagi ko'ylak chiqmaydi agar etakni aylantirib mana shunday holatda kesib olinmasa. Guli aralashligi uchun bizga buni aylantirib kesishga imkon berdi. Tuki bor mo'ynalilarda bunday qilib bo'lmaydi. Mana oldi qismi. Belgacha uzunligi 48 bo'lgan. O'lchamlarini yozib qo'yganmiz. 26 santimetr proymasiga tushdik. Yelkamizni qiyaligini pastga tushishida 4 santimetr qiyaladik. Chunki mijozimiz bo'yinlari, eni do'mboqroqda. Yelkalar har doim 2, 3, 4, 5, 6 gacha pastlaydi. Mijozimiz bo'yni, gavda qismini tuzilishiga qarab buni ham o'zgartirib hisob beriladi. Har doimgi bir xil 2 santimetr tushib jenskiydagi ko'ylak yelka olishga har bir razmerga mos kelmaydi. Buni imkoni yo'q aslida. Juda ham xunuk narsa hosil bo'lib qoladi-da. Mana biz oldini kesib bo'lib, orqasini kesyapmiz. Balandlikda 1 santimetr farqi bilan orqasini kesib olamiz. Bo'yin o'yindig'imizga 8 santimetr kirdik. Mana yelka qismlari. Yelkamiz umumiy 44 santi. Buklovda 16 santimetrga yelkamiz bo'lgan. Qo'ltiqqacha, proymagacha bo'lgan holatini 26 santimetr pastlab turib qo'ltiq tortdik. 1 santimetr mana yon qismida ham balandlik oldik. Yengimizni lab qismini ingichka rezinka bilan fason kiritdik. Mijozimizni xohishi shunday bo'lgan. Ko'ylakni egasi qanday buyurtma qilsa, o'zingiz ixtiyoriy bilan o'zgartirish qila olmaysizda. Mana oldidagi fasonlari, varoqchalari. Vitichkamiz ham kengina tushgan. Razmerimiz katta razmer. Qizlarjon, yigitlar, meni darslarimni kuzatib boruvchilarni aksariyati yigitlar. Telefonda gaplashib turibmiz. Yigitlarga ozgina informatsiya berib o'tsam degandim. Yigitlar, Telegram kanalda Murskoy asosiy darslarni Telegram kanalga qo'yib boryapman. Bundan ham kengroq holatda olib boraman. Hurmatli yigitlar, Murskoy o'rganadiganlar Telegramdagi kanalga o'tib kuzatib borishingiz mumkin. Murskoyda ajratishga majbur bo'lyapman, chunki asosiy ko'ruvchilarim YouTube kanal qismida nulovoy uchenik qizlar ekan. Men ham suhbatlashib, bularni farqiga qarab ishlashga harakat qilyapman. Qizlarjon, yigitlar, Murskoy asosiy razmerlarni Telegram qismiga
qo'yib boraman. Mana ko'ylagimiz yengini ham ulardik. Mana oldi qismi bilan chiqdi. Mayda gulli ko'ylagimiz. Mana 6 choy qilib, etagini mana shunday kenglik holatiga o'tkazib oldik. Mana mijozimiz o'zlari do'mbog'i yelkalari ham go'shtligini elliroqda. Mana 4 sm pastlaganmiz mana shu yelka uchun. Mana bo'ynini ham ko'ryapsizmi? U bo'ynlari bilan mana bunaqa do'mboqroq ayolda. Shuning uchun yelka qismlari tushish holatlari ham shunga moslab tushirib bordik.